alaykum hurmatli Instagram obunachilari hamda Sharqon o'quv markazi kuzatuvchilari. Mana bugun bizda 6-oyda tahsil olayotgan 15 yoshli Marjonaxon qizimiz mana bunday ayollar to'g'ri bichimdagi ko'ylak andozi asosida modellashtirib korsetli oqshom libos tikibdi. Juda ham chiroyli tikibdi. Hozir ustoz yuring ko'ring, ko'ylagim bitdi dedi. Agar esingizda bo'lsa 2 kunmi 3 kun oldin istoriyada ko'ylak tikilish jarayonini olib qo'ygandim. Tayyorini qo'yamiz hali degandim. Hozir meni pastdan xonamdan chaqirib chiqqandim, ko'rib juda ham hayratda qoldim. 15 yoshli qiz mana shunday oqshom libosini yana korset asosida tikkaniga juda ham hayratda qoldim. Qila olamanmi, yoshman yoki kattaman deb yoshga qaramas ekan bu. Insonning o'zida harakat bo'lishi kerak ekan. Mana 15 yoshli qizimiz mana shunchalik harakat qilib mana shunday libos yaratibdi. Juda ham nafis qaranglar, juda ham ko'zni quvontiradigan. Ukrasheniyalari ham, mana bu toshlari ham o'ziga juda ham ranglari mos tushgan. Rosa ko'rib hayratda qoldim.